Dragoz va siz bilgan va siz tanigan soya do'stlar. Bugungi video qishloqda video bo'ladi do'stlar. Qani bo'lmasam go. Nasraga chiqadi. Xo'sh, Dragon qaraysan, yaxshimisan? Hayır. Yaxshi. Xo'sh, tug'ilgan kuning qachon edi? 7-ga. Juda ham yaxshi. Oy, ertaga bo'lsa men unda tayyorgarlik ko'rishim kerak. Mayli, bo'pti, xayr. Bo'pti. Men bo'lmasa obzor o'taman. Nimalar? Sen obzor qilishga kerak emas. Obunachilarni o'zi ko'rib oladi har nimaga. Mana bu nima? Do'kon. Mana o'qishlarim mumkin. Oziq-ovqat va kerakli asbob deb yozilgan, просто qishloq xalaq qilyapti. Voy, chuchqay. Nimamda o'rlayapsan? Dragon uz. Mana do'stlar, uyim bunday. Mana tepadan tushdim. Nima qilyapsizlar uyimda? Chopib o'tiring. Men hozir do'stlar, hozir tayyorgarlik ko'rishim kerak. Dragonni tug'gan kuniga. Ekinimga undan barberasi undan necha va uyimga ham. Uyim qop-qora. Men Dragonni uyiga undan 10 bergan bo'lardim. Undan 10 juda ham yaxshi deb protsessor toshlarini o'zgartirish kerak deb o'ylayman. Lekin chiroyli yaxshi undan 10. Meni ikkita onam bor ekan. Xo'sh. Mana meni onam tanarsan. Maqsam ekan. Qishloq do'koniga boraman. Yo'q, do'koniga hozir borish hojati yo'q, iltimos boraman. Ekinlaringga qara, do'koningni shopping qil. O anavlarim kamda. Uyingga kirib o'tirmasa, u hozir kerak emas senga. Sen tug'ilgan kuningni intizorlik bilan kutdim. Uyimda zerikibman. Do'stlar, ovozimiz uncha yaxshi eshitilmasa, iltimos kechirim so'raymiz. Buni yaxshi eshitilishiga harakat qilyapmiz. To'g'ri. Nimaga artifakka o'xshab har doim bo'lib gapirasan? Birovni to'g'ri deb so'ragan, to'g'ri. Yoki bo'ladi deyishlarga bo'ladi deysan. Bu juda ham bir boshqacha gapirasan. Qishloqda bundan menda o'qib. Qishloqda ichiga kiraman. Qishloq burni shiqiranga. Bo'lmasiz. Boshqa ko'rinar ekan. O'g'zi bor ekan qishloqni. Ha, albatta. Yo'q. Hey, sen axir videodasan. Bizning bilakda narsalar qo'yib. Shukuni burni yo'q. Xunuk ko'rinar ekan qishloqda. Agar burunsiz. Yaxshi ham shu burni bor ekan. Kattagina. Go do'stlar, hammasi chotki bo'lyapti. Albatta kanalga obuna va like bosib qo'yishni unutmanglar. Biz 50 ta bo'lishimizga ozgina qoldi, balki bo'lgandirmiz. Chunki hali nima qilmadik, tekshirmadik, ko'rganimiz yo'q. To'g'rimi, Dragon? To'g'ri. Mana jetel uyingdan ketib qo'yganmidi, ketmaganmidi? Uyimdagi jetel hali ham o'tiribdi. Menga sodiq bo'lib ketmaydi. Sen bilan birga ketadi. Ketsa ham, o'lib ketsa ham. Xo'sh, mayli. Do'stlar, obuna bo'linglar. Endi maqsadimiz 50 taga erishdik. Endi maqsadimiz 70 ta bo'lish. Atga 20 ta obunachi yig'ish do'stlar. Albatta kanalga obuna bo'lasizlar degan umiddamiz. Bundan yaxshi videolar hali oldinda. Biz bundan sizlar obuna bo'lib aktivga ko'tarsanglar, biz juda ham
rivojlanib, juda nima deydi, sifatli videolar chiqara boshlaymiz. Juda ham qiziqib, nima desam, videolar chiqaramizda. Vaqtimiz bo'lmayapti. Vaqtga emas, prosta obunachi kamligiga biz nima deydi, sal xafa bo'lyapmiz. Lekin obunachi yaxshi 2-3 kunda, kamida bir haftani ichida 50 ta obunachi yig'ildi. Hammaga rahmat, bizni kuzatib borayotganlarga. Videolarga like, obuna bosib, komment yozsanglar, bundan ham xursand bo'lamiz. Shu bilan tugadi. Soya derazangdan qaradi. Yerasan. Ha, mayli. Dragon, sen tug'ilgan kuningga tayyorgarlik ko'ryapsanmi? Tushib ketdim. Hozir ko'raman. Aytdim konga boray desam, borma dedi. Okey, borar. Xo'sh, ketdim. Bizda konimiz mana shu yo'llarda olibdi. Bu emas, kon emas u. Mana va mana. Pulkon. İçinden boshlab qazaman. Xo'sh, tezisga olaman va tug'ilgan kunimga bir ikkita aroq olaman. Olmayman. Aroq kayfim oshib qoladi. Shuncha bironta tovuq go'sht olaman. Ya olmayman. Nima qilsam? Ketdim temirli bronyalarni ko'raylik. Nega Dragon, sen doim fikringni juda ham tez o'zgartirasan? Bilmam. Mana narsalar soya yuribdi. Arlachiga kiradi. Tushib ketdim bilmasdan. Bu kulgili emas. Soya konga kirdi. Albatta. Men suvga yiqilib tushdim. Kiraman-da, bitta nima olasan? Men do'kondan qarzim bor 5 ming. Kerakli asboblar. Xo'sh. Bir staki 10 mingmi? Temirda. O'nta. Bir staki 10 mingmi? Yo'q, bir staki nechta? Bir stak izmarok. Yo'q. Konda biron ishlashim kerak ekan. Afsuski bizni konda do'stlar nechta ketamiz, har kun 20 ta ketishimiz kerak, lekin bir xillar, ya'ni Dragonga o'xshaganlar Esimdan chiqib ketibdi 26 ta emas, 30 ta, 40 talar yoki ana shu olib ketib qolaveradi. 26 ta ketibdi. Bitta chelak olaman. 10 mingga. Chelak, ha, to'g'ri. Necha ming qo'yganding do'konga? 5 ming tashlagan edim, hozir qarzim bor 5 ming, yana hozir beraman qarzimni. Men 15 berishim kerak. Bitta paqir qaychi bitta olaman. Qaychi 5 ming. 5 mingmi? Bo'ldi. Bo'ldi hozir. Bir ikkita narsa olay yana. Olsam ekan. Meni Bo'ldi, ko'p narsa olmadim. Tun botyapti. 12 gacha kutamizmi? Ertagami yo'q. Soya. Bugun kechki o'tkazamizmi 12 dan keyin yo ertagami? Bilmadim. Ertaga kim bo'lmasa ertaga o'tkazamiz. Ertaga-ku. Xo'sh, nima qarayapsan? Baqki. Cho'tada nima qo'yib o'tirgan edi? Senmi? Baqki qilishni ishlasam, qochib keta qolsam. Xo'sh. Va do'stlar, tun bo'ldi, uxlaymiz.
Ertaga kiyimlarim tayyor. Xo'sh, kiyimlarni tez kiyamiz va men Dragon yoniga borishim kerak. Dragon qani? Aha, tortdi o'g'lim. Dragon. Уже soya kelibdi-ku. Kelganiga uzoqdan chaqiryapman. What the fuck? Ovozing shunchalik qattiq. Baqirib gapiraman-ku. Dragon, qaraysan, seni men tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Yuzlarga kirib yur. Rahmat. Yur, senga sovg'am bor. Tug'ilgan kuningni nishonlash uchun menimcha nimaga borish kerak, to'g'rimi? Bironta o'tirayotgan joyga borish kerak. Yur. Tayyorladingmi? Qachon уже? Sen har doim uyingda eding-ku. Yo'q. Men ana shunaqa nima deydi, hech kimga bildirmasdan tayyorlayman. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Yuzlarga kirib yur. Sen mening eng yaqin do'stimsan. Hozir u joyda adashtirib qo'ymayman degan umiddaman. Agar adashtirib qo'ysang, ketamiz qishloqdan. Yo'q. Ortimdan kel. What the? Bu oddiygina, uncha tayyorlashga vaqtim bo'lmadi. Lekin tabiat qo'ynida. Oh. Seni men juda ham tabriklayman va sovg'alarni senga berishim kerak. Oddiyroq bo'lsa ham olasan degan umiddaman. Anvil. Taporim yo'q edi, tapor berdim. O'qib ko'r. Aha. Dragon uchun. Xo'sh, qorning ham ochgandir, tortingga qo'yishim mumkin. O'tir stulga. Mayli, stulga o'tir. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Yeb ketdik. Qoring to'ymadi shekilli. Nimadan? Aroq ichamiz. Tug'ilgan kuning uchun aroq davay bosamiz. İçimde pis qizyapti. O'sha kayfim oshyapti. Yema hech narsa, yema hali. Voy, aylanib boshim aylanyapti. Nima bo'lyapti? Maza, tug'ilgan kuning bilan oshna. Urma. Bitta ursa ketadi. Bitta qolib ketgan aroq ichaveray. Alkash uxlamagansan. Ana boshlandimi? Boshing og'rish boshlandimi? Voy, nimalar bo'lyapti? Endi qarab ko'r sekundni ko'p bo'ladi. Men birinchi qo'yay. Men go'sht olay. Olayap, bemalol sen uchun. Tovuq ham sen uchun. Yeyishim mumkin. Voy, boshim yomon aylandi. Hozir yeysan, kim joni? Narsa yesang joning ketadi. Yetgan yo'qliku. Bar oxirida joning ketadi shuni. Yes, ketdik. O'tir stulga. Effekti tugadi. Okey. Endi bemalol yeyaverishim mumkin. Okey, yedim. Anvilga suvimni nima deydi? Qo'yib. Suvimni qo'yib. Nima deydi? Bilmadim, nimadir deyishim mumkin, lekin men qornim to'ymadi, to'g'ri oldim. Qornim to'yapti. Xudoga shukr. Lekin aroq kayf meni nimamni nima deydi? Kayfimni oshirib tashladi. Xo'sh, bu ishingni tez yozishing mumkin, bemalol. Shunday ismim. Uncha asta-asta. Xo'sh, menga qara Dragon. Do'stlar, shu bilan biz videoni tugatamiz. Kanalga obuna va like bosib qo'yinglar. Hammaga Hayır.